Hammaga assalomu alaykum hurmatli treyderlar. 100 kun ichida $10 dan $150,000 gacha challenge'imizni 17-kuni. Xudo xolasa bugun ham take profit olishga harakat qilamiz. Qani bo'lmasam savdoni boshlaymiz. Xudo xohlasa mana savdoni ham boshlab oldik. O'tgan safar ko'rgan bo'lsalaring $2 foyda maqsadi edi. $5 qilib full qilib yopganmiz. Xudo xohlasa bu safar ham $2 foyda maqsadimiz. Xudo xohlasa bugun ham full yopishga harakat qilamiz. Stop loss iloji boricha olmaslikka harakat qilamiz. Ko'rgan bo'lsanglar o'tgan safar cho'tka yurib bergan bozor. Bitcoin ishladi o'tgan safar. Bugun high USD ishlaymiz. Sizlar agarda hali yaxshi daromad ko'rmoqchi bo'lsanglar, sizlarga eng zo'r maslahat iloji boricha bitta strategiyada va riskka amal qilib ishlanglar. Shunda qanaqa strategiya bo'lishidan qat'iy nazar faqat foydada yurasizlar. Eng birinchida bo'ladigan narsa risk management. Riskka amal qilinglar. Agarda men bilan birga savdo qilmoqchi bo'lsanglar, Telegram kanalim bor. Shu описаниеda ham bor, profilim shapkasida ham bor Telegram kanalim. Telegramga kirsalaring, shu oyda qaysi para qanaqa o'zgaradi, qanaqa nima bo'ladi, shu g'oyalarni ham tashab turaman. Keyin strategiyalar muhim nima desa bo'ladi? Ko'p holatlarda ishlab beradigan 90%, 80% ishlab beradigan strategiyalarni o'rgataman. Sodda strategiya, qiyin strategiyalar hammasini xudo xolasa sizlarga cho'tka qilib tushuntirib o'rgataman. Va signal ham tashab turaman. Birga ishlaymiz. Xudo xolasa inshaalloh sizlar ham foydada, biz ham foydada bo'laylik. Inshaalloh sizlar meni shu Golden Hunt kanalimizni qo'llab-quvvatlab, obuna bo'lib, like bosib, kommentariyada meni motivatsiya berib, meni qo'llab-quvvatlab tursanglar, xudo xolasa inshaalloh sizlar ham men ham cho'tki holatda bozordan chiqib ketamiz. Iloji boricha stop loss olmaymiz. Shuning uchun meni qo'llab-quvvatlab turinglar, inshaalloh shu $10 dan $150,000 qilib olaylik. Endi savdoni boshlaymiz. Mana xudo xolasa bitimlarimiz tugadi. Mana hozir ko'rsataman sizlarga. To'g'risini aytaman, miyam shunaqangi og'riyapti. Soat millari 12:21 bo'ldi. 4 soat 13 minut o'tiribman monitorda oldida. Jannahona bosh og'riyapti hozir. Allohga shukr, foyda bo'ldi.
Foyda bo'lmadi emas, foyda bo'ldi. Lekin yomon bo'ldi. Kaska qisib oldi. Kurtka kiyib olganimga ahamiyat bermaysizlar. Kurtkani nima uchun kiydim? Uy sovuqligi uchun emas. Nima depozitim полный balansim minusga kirib chiqdi. Почти yo'q bo'ldi, почти yo'q. Depozit minusga kirib chiqdi. Mana Allohga shukr, foyda maqsadimiz $2 ida $26 ishladik. Uni qaranglar, boshida qana minusda bo'ldi. Mana ko'ryapsizlar, $45, $28 Yomon bo'ldi borib. Kuzatishda davom etinglar. Hammaga rahmat. Mana men Allohga shukr yuksalishdan to'xtamayman inshaalloh. Sizlar meni kuzatib, obuna bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlab, kommentariyada meni qo'llab-quvvatlab tursanglar, inshaalloh sizlarni ham, o'zimni ham foydaga chiqarishga harakat qilaman. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.